Hazreti İsa bu sözlerini etip bo'lgandan keyin Galiliya o'lkasidan ayrilib, Yahudiya o'lkasini besib o'tib, Iordan daryosining u qetidagi rayonlarga bordi. Zo'r bir to'p odam uningga egishib kelgan edi. Hazreti İsa ularning orasidagi kasallarni shu yerda saqaytdi. Hazreti İsa'nın yeniq kelgan ba'zi paysiylar uningga tuzaq qurish maqsadida uningdan bir odamning har qanday bir sabab bilan ayolni taloq qilishi Tavrat qonuniga uyg'unmi deb so'radi. Hazreti İsa mundaq javob qaytardi. Tavratni o'qimadinglarmi? Yaratquchi burunla insonlarning bir gavdi bo'lishi uchun ularni er va ayol qilib yaratdi. Ve bir odamning ota-onasidan ayrilib, ayoli bilan birlashib bir tan bo'lishi ana shu sababdandir, dedi. Shundoq ekan, er ayol endi ikki tan emas, bir tandir. Shuning uchun Xudo qo'shganni inson ayirmasin.